Agar Saxaro markazidan sertifikat olishda muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki rus tilini yetarlicha bilmasangiz, xavotir olmang. Malakali mutaxassislar jamoasi sizga quyidagi xizmatlarni tez va sifatli amalga oshirib beradi. Registratsiya, patent, pasport tarjimasi va har qanday hujjat ishlari. Eng asosiysi, xizmat haqqi ish yakunlagach amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Humoyun To'xtamurodov va biznesmen Rahmonali aka Mirzayev o'rtasidagi kelishmovchiliklar sabab ochiqlandi va bunga ozgina bo'lsa ham barham berildi. Bu janjal nimadan boshlandi va buning oqibatlari nimalarga olib keldi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz barchasiga guvoh bo'lasiz. Videoni boshlashdan oldin bir donigina like bosib ketishni unutmang. Haytgancha o'z fikringizni kommentariyaga yozib ketishni ham unutmang. Menga ham tashiysanmi, qo'tirim? Menga tashiysanmi kelib? Men senga zo'r shov ko'rsatib beraman-ku endi. Bilasan-ku, men bunaqa yarim yo'lda qoldirib yuborolmayman eshitmadi. Men senga zo'r drama shov ko'rsatib beraman endi. Agar primoy film pinxona ukalaring ko'rib turgan bo'lsa, yetkazib qo'y shakalchalar. Aking yetkazib qo'y. Humoyun akam primoyda shunaqa dedilar. Endi biz nima qilaylik deb so'rab bor akangni. Ikkovimiz kelishgandik. Kentrani men to'lab beraman, siz 12 to'lab berishingiz kerak edi. To'g'rimi? Desam, ha dedi. 2000 mana tayyorlab qo'ydim. Shuni olib borib beray. Nimani 12si yopib yuboring desa, ukajon biz siz bilan video qilib turishimiz kerak edi. Biron marta video qilib bermadingiz-ku deydi. Hay, bu yana kredit Menga ham shunaqa qilasanmi? Ey, jon aka, sana qiyin kuningda yoningda turgan odamga shunaqa qilasanmi? Undan hojam bas bo'lolmayman, qiynalyapman deb qo'ya qo'ying. Kecha meni tuzimda yer arqamdan aka deb tuflimni tozalab yurgan kalamushlarga gapim. Bugun mendan manfaat tegmay qoldi, birovlarning yoniga sakrab o'tib ketdilar. Men shu narsani aytgan bo'lardim, ba'zi bir noinsof insonlar. Agar aka-uka bo'ldingmi, manfaat tekanda ham aka-uka bo'l, manfaat tegmay qolganda ham aka-uka bo'lish kerak deb o'ylayman. Shu narsani aytgan bo'lardim, kimdir qanaqaligini vaqt o'zi ko'rsatar ekan. Ehtiyot bo'lib, qisib yurishlarini tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Kecha undan oldingi kuni Rahmonali akam bilan o'rtamizda bo'lib turgan problemani internetda hammalaring ko'rdilaring. Bizning hayotimiz sizlar bilan bog'liq bo'lgani uchun sizlarga ham yasmiz kizib o'tib ketamiz. Hayotda shunaqa insonlar bu, akani ukadan, do'sti birodardan ajratadigan fitnachi insonlar bo'ladi. U ham bo'lsa, eng Rahmonali akani yaqin qarindoshlaridan erkak kishi. Shu insonga shu yerda aytib qolaman, unaqa erkak bo'lib yashamash kerak. Akani gaplarini menga noto'g'ri qilib yetkazib, meni gapimni akaga noto'g'ri qilib yetkazib, o'rtamizda ozgina buzilishiga sababchi bo'ldi. Lekin o'ylab buzolmaydi biz. Biz mana ikkita erkak bitta joyda o'tirib, bugun Toshkentda ko'rishib, tushunmovchiliklarga tochka qo'ydik. Aka, hammasi sotdingiz. Конечно, ukajonim. Gap yo'q aka. Uka xato qilsa, aka to'g'rilash kerak, aka xato qilsa, uka to'g'rilash kerak dedi-ku. Aka-ukachilikda bo'lib turadi. Bizda aytadigan narsamiz nima? Hozir aytib o'tganingizdek, hammaga insof bersa. Boshqa gapimiz yo'q. Alloh ko'rguvchi, Allohning o'zi hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yadi. Qanijonlaring sog' bo'lsin. Bizni ko'rib turgan shu do'stimizga Alloh insof bersin. Yaqin qarindoshingiz bo'lsa ham aytaman, men senga yaxshilab o'zing uchun bilib qolgin. Unaqa erkak bo'lib yashaganda odam o'zini o'zi osonlarish kerak-da, to'g'risi. Ikkita insonni o'rtasiga fitna solib, manaqadan tomoshabin bo'lib o'tirish bu erkak kishining xislatidan emas. Sen o'zingning erkakligingda ozgina shubha bor, o'zingni tekshirtirib oling. Biz aka-ukamiz bir-birimizni ko'rishib, tushunib, o'z normalniy erkaklar любое время недоразумение bo'ldimi, ko'rishib, bir-biri bilan qo'lni qo'lga tashlab tushunmovchilikka tochka qo'yaveradi. Sandaqangi xarakterli erkak sifatlar o'zi Xudodan ham, hayotdan ham tortaverasiz. Agar aka-ukachilikda o'rtamizga fitna tushirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, hammasi qatorlashib kelaversin, tochka qo'yib qo'yaveramiz. Shunday. Jonlaring sog' bo'lsin. Bizni faqat bu yerda yaxshi kunlarimizni o'shanday fitnachilar kuzatib borsin xolos. To'g'ri emasmi? Sog' bo'lasizlar. Davay mujiki.